Demak, raqibi Thompson Christopher Andrew. Birinchi Round raund. one. Chap qo'l jab zarbalar bilan boshlayapti. Andrew Mahanovning javobini ko'rdingiz. Yosh bokschimiz tezlik evaziga harakat qilyapti. Yaxshi, o'ng qo'lda cross zarbasi. Masofada ushlayapti, juda to'g'ri. Agarda Andrew ham vaznni tashlaydigan bo'lsa, hozir zo'r ishlayapti. Maxanov ketma-ket zarbalar mana. Darhol klinchga kirishga urinyapti Thompson. Lekin bunga imkon berish kerak emas, chunki juda og'ir. Uni vaznni ko'tarish kerak bo'ladi. Charchatadi bunday holat Maxanovni. Maxanovda mobillik bor, u tezroq, u aniqroq ishlayapti. Zo'r. Xotirjam, yaxshi. Hushyorlikni yo'qotmagan holda diqqat bilan ishlayapti Arman. Hop, ana o'ng qo'lda cross ushlayapti raqib jag'ini. Yana ajoyib. Raqib qo'lini o'tkazib yuborib, darhol javob. Tana qismga yaxshi zarba. Oldingi qo'l bilan ishlash bo'yicha ko'rsatma berilyapti. Bu koordinatsiyani oshiradi. Bu raqib yaqinlashayotganda qanday masofada kelganligini belgilatib, masofani chamalash imkonini beradi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi zarba yo'lladi, lekin bitta o'tkazib ham yubordi. Juda yaxshi. Ajoyib seriya Arman Maxanovdan. Ortga chekinishda hushyor bo'lish kerak. Ishonch bilan borish kerak. Yaxshi, tana qismga o'tdi zarba. Tashlanyapti oldinga Thompson. Masofani ushlayapti Arman va ajoyib raund vakilimizdan. Nazarimda barcha jihatlarda ustunlik. Mana bunday zarbalar yo'llaganida ham yurtimiz birinchi raundda o'ziga kelib olish uchun imkon ham bermadi raqibga dastlab. Tana qismga ham zo'r zarbalar. Seconds out. Birinchi raund bizniki. Round 2. Vakillari, muxlislarimiz. Ikkinchi raund. Thompson hozir duch keldi Maxanovning qo'lqopiga. Yaxshi kutib oldi Arman uni. Yaxshi, o'ng qo'lini ishga soldi. Yana bitta yaxshi zarba o'tdi. Ikkita hujum boshga, albatta tana qismga keyingi hujum tashkil etilyapti. Oyoq kiyim
Mog'ichini bog'lab olish kerak. Yaxshi. Masofani ushlayapti. Qo'llar joyida, himoyaga tayyor. Yaxshi hujum. Knockdown qayd etilyapti. To'g'ridan ikkilik zarbasi o'tdi. Referi hisobni ochdi. Chiroyli hujum. Klassik hujum bo'ldi. Mahanovdan mana bu yerda yaxshi o'tkazib yuboryapti raqibni. Yana o'yin qo'ldi. Cross zarba. Yaxshi. Oldinga tashlanyapti Thompson. Ajoyib. Ko'rdingiz-a, yondan pastdan qanday zarba o'tkazdi Arman, ko'rib, bilib. Shunchaki tavakkal zarbalar emas. Yo'nalishni nazorat qilib hattoki zarba yo'llay oldi. Bunday jangga kirish shart emas, ya'ni bog'lovchi jangdan qochgani ma'qul. Vazni og'irroqda raqibni. Ishlash kerak, ishlaymiz. Yaxshi. Maxanovning o'sha bitta zarba bilan to'xtab qolmayotganligi zo'r natija beryapti. Ulab yuboryapti zarbalarni, aniq zarbalarni. Mana bu yerda yaxshi ushladi-yu. Hammasi joyida. Aniqlik va tezlik evaziga Arman hozir Cedricga imkoniyat qoldirmayapti. Mana hisob ochilgan vaziyat. To'g'ridan jag'iga zarba o'tkazib yubordi Cedric. Cedric emas, Andrew Thompson. Mana yakuniy zarba mana bunday bo'lgan edi. Chapga zarbadan qochishga uringan edi Arman va shu paytda muvozanat sal qoldi yo'qolishiga. Yo'qoldi-yu. Third and final round. Oyog'ini oldi. Xo'p, 3-raund. Hammasi yaxshi. Hozir biz uchun gapirish kerak emas. Darhol tanbeh berildi. Yaxshi, hozir oldingi qo'l bilan ishlash bo'yicha ko'rsatma berilyapti. Juda to'g'ri aytildi. Oldingi qo'l bilan to'xtatib tursang, oldinga tashlanmaydi. Yaxshi. Bir yarim daqiqadan sal ko'proq vaqt qolyapti. Yaxshi, mana shunday hujumlar bilan bu daqiqani o'tkazish kerak. Qanday zarba! Zo'r. Arman Maxanov. Yo'q, jangni davom ettirmaydi. Referi
jangni muddatdan oldin yakunladi. Knockdown qayd etilib, hisob ochilganida bu yog'i knockout bo'lib ketdi. Zo'r. Baquvvatroq, balandroq, vazni og'irroq bo'lgan bokschini yosh vakilimiz Arman Maxanov muddatdan oldin 3-raundda mag'lubiyatga uchratyapti va keyingi bosqichga yo'l olmoqda. Ko'raylik. Mana shu so'nggi zarbani. Hozir g'olib nomi e'lon qilinganidan keyin albatta takroriy lavhada ko'rsatiladi. O'zbekiston chempionatida sal boshqacharoq uslubda ko'rgan edim Maxanovning ishlashini. Qarang qanday o'sish. Murabbiylari zo'r ishlagan. Ladies and gentlemen, your winner is wrong. Shoshib qoldi ring anonser ham. Bo'ldi endi Red Corner devoraver. Ladies and gentlemen, your winner by knockout in the red corner, knockout. representing Uzbekistan, O'zbekiston Arman Maxanov. Arman Maxanov. Ha, mana shunday e'lon qilsa chiroyli chiqadi. Qadrli do'stlar, hozir takroriy lavhani ko'ramiz. Rahmatjon aka bilan Thompson o'rtasidagi farq unchalik katta emas ekan. Mana shu chap qo'lda ajoyib hook. Avvaliga o'ng qo'lini ham ishga solgan. O'sha hal qiluvchi zarba bo'lgan. Zo'r, ajoyib. Buni roliklarga ishlatamiz bu kadrlarni. Qadrli do'stlar, mana shu tarzda biz har uchala vakilimizning ishtirokini ko'rdik. Uchalasi ham g'alaba qozondi o'z janglarida va bu yog'iga ularga omad tilagan holda jahon chempionatini kuzatishda davom eting. Biz esa hozir reportajimizda